Bu tasvirlarni ko'rsata olmaymiz. Negaki qo'rqinchli manzara tomoshabin ruhiyatiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Gap shundaki, yoz oylarida Yangiyo'l shahrida 49 yoshli erkak uyga bormaydi. Jabrlanuvchining yaqinlari uni qidira boshlaydi. Shunda turmush o'rtog'i eri 50 yoshli ayolnikidan topilishiga ishonch bilan keladi, ammo uy bekasi bilan ishqiy munosabatda yashab kelayotgan erkak eshikni ochmaydi. Eri chiqib ketganini, agar topilmasa birga izlashini aytib, shubhalantirgandan keyin ular organga xabar berishadi. Tergovchilar Yangiyo'l shahrida sodir etilgan jinoyat izini qidiradi. Savollar ko'p, javoblar esa chalkash, ammo har qanday jinoyatning izi bo'ladi. Organ xodimlari aynan shu izdan borib jinoyatni fosh qildi. Haqiqat esa dahshatli. Erkak shishadosh do'stini o'ldirib, uning murdasini bo'laklarga bo'lib tashlagan. Bu ishda unga ayol sherigi yordam bergan. Eshik buzib ochilganda esa dahshatli haqiqat ochiladi. Kechki ovqatlanish paytida mastlik holatida Nazarov oldida turgan banka yordamida Zubenkaning bosh qismiga bir marotaba urib, so'ngra yonida bo'lgan pichoq bilan badaniga bir necha bor turli qismiga tan jarohati yetkazib, natijada olgan tan jarohatlari natijasida Zubenka vafot etgan. Ushbu holatni ko'rib, Zubenkaning murdasini yashirish maqsadida uni vannaga solib, vannaning issiq suvini ochib, pichoq yordamida qo'l va oyoqlarini kesib tashlagan. Dastlabki tergovga ko'ra, jinoyat spirtli ichimlik iste'mol qilingan kechada sodir etilgan. 42 yoshli sudlanuvchi, u bilan ishqiy munosabatdagi 50 yoshli ayol va 49 yoshli marhum bir xonadonda bo'lgan. Вам понятно? Sudlanuvchilarning ko'rsatmasiga ko'ra, marhum shishadosh ayolni yengil tabiatlikda ayblagani uchun janjal fojianing boshlanishiga sabab bo'ladi. Shaxs o'rtasidagi kelishmovchiliklar mana shu ayanchli holatga olib kelgan. Bu juda ham afsuslanarli darajadagi jinoyat. Shahrimizda bunday jinoyat bo'lganligini o'zi hamma uchun ham hammani larzaga keltiradigan holatda endi. Odam aqli yetmas darajada vahshiylik jinoyatini sodir etgan erkak qilmishini yashirish payiga tushadi. Marhumning qo'l va oyoq bo'g'imlarini bo'laklarga bo'lib kesib tashlaydi. Meni kechiringlar, bu narsani xohlamagandim. Ichkilik sababli jinoyatga qo'l urib qo'ydim. Iltimos, meni kechiringlar. Ikkinchi sudlanuvchi esa jinoyatga bevosita qo'l urmagan bo'lsa-da, hamma voqeani ko'ra bila turib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bermagan. Aksincha, u jinoyatni yashirishga qaratilgan harakatlarda qatnashgan. Qon izlarini yo'q qilishga urinib, vahshiylikni yashiradi. Также у родственников прошу прощения, у мамы хотела отдельно извинения попросить прощения, потому что я тоже мать, у меня тоже сын растет, это очень страшно. Прошу прощения. Tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzul kesin 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashingizni. Tayinlangan jazolarni avval 3 yilini turmalarda, qolganini esa umumiy tartibda koloniyada o'tashni belgilashingizni, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini aslicha qoldirishingizni so'rayman. Jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l shahar sudi raisligida o'tgan sudda bu o'ta og'ir jinoyat sifatida baholandi va hukm e'lon qilindi. Sud hay'ati O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 462, 463, 465, 468, 471, 473-moddalariga amal qilib hukm qiladi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismining VJ bandlari va 134-moddasi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismining VJ bandlari bilan 17 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 134-moddasi bilan 3 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil kesil 18 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Sudlanuvchilarga nisbatan qasddan odam o'ldirish, o'ta shafqatsizlik, murdani tahqirlash hamda jinoyatni yashirish bilan bog'liq moddalar bo'yicha javobgarlik belgilandi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 241-moddasining 2-qismi bilan 3 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Jazoni manzil koloniyalarida o'tash tayinlansin. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Yermekbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.